Jo'ra, ozgina ishcham bor. Gap ishda ham emas. Enam o'rdak sho'rva qilyapti. Shuni aytdi, va Jo'ram deb qadrdon deb aytayapman. Endi o'rdak sho'rva pishguncha ozgina shu nomiga qimlab turamiz. Bo'ldi Jo'ra, nima deysan? Shunday Jo'ra, men ham borku, ovqat uchun borayotgan emas, bilasan, qadrdon Jo'ramiz eku. Odam ishdan o'lmaydi, jo'r qarashaman. Jo'ra, mana shu xoltalarni bitta xoltalab tashlashimiz kerak-da. Jo'ra, xoltani xoltalaymiz. Menga umuman farqi yo'q edi. Boshladik. Tovuq sho'rvasini ichganman, kaptardikini ichganman, qo'ydikini ichganman. O'rdak sho'rva qanaqa bo'lar ekan? Jo'ra, bitta aytib ber, o'rdak sho'rva qanaqa bo'lar? Yomon qiziqib ketyapman-da. Ya hozir senga aytsam, keyin qiziq qolmaydi-da. Borib o'zi pishib qolayotgan. Bor mazza qilib jeymiz, qara. Hadi kelyapti, yo'qmi qara. Jo'ra, menga umuman hech narsa hidi tegmayapti. Faqat mana qo'ydi porisini hidi kelyapti. Ha, seni burning bitganda, davay ishni qilib pishib qoldi o'zi. Ketdik, qolganini keyin qilamiz, o'rdak sho'rva pishdi. Jo'ra, ketizki. Nihoyat o'rdak sho'rva ham pishdi. Shu menga borku lahm oyoqchalar ichdi-da. Nima bo'lsa ham sho'rvasiga borku sholxam solmasin-da. Jo'ra, o'rdak sho'rva pishib, nonga qorin to'yib qolyapti-ku. Mana da o'rdak sho'rvani yeyapsan-ku. Ammo enam issiq non jopgan ekan. Shu bizda issiq nonni yata suvga botirib yeyish o'rdak sho'rva deyiladi-da. Shu o'rdak sho'rvami? Men go'sht deb faraz qilib ishladim. Ishlaganimga noroziman. Bu hali o'rdak sho'rvani bilmaykan. Endi bilib oladi.